Nega bu odamlar diyeta qila olmaydi? Kelinglar mizoj ta'limi bo'yicha ko'rib chiqamiz. Oshqozonda balg'am ortishi insonni ko'p ovqat talab qilishiga olib keladi. Diyeta qilaman degan odam avval oshqozonini isitishi lozim. Xo'p, balg'am o'zi nima? Bu 4 asosiy mizojdan biri bo'lib, sovuq va namli xususiyatga ega. Balg'amli oshqozon deganda oshqozon faoliyati sekin, suyuqlik ko'p, hazm zaif bo'lgan holat nazarda tutilyapti. Demak, oshqozonda balg'am ko'pligini qatdan bilsak bo'ladi. Ayollarimizda doim sovqatish, tongda turganda og'riq yoki shishlar bilan uyg'onsa, ovqatdan so'ng uyqusi keladigan, har doim ochlik hissi bilan yuradigan, non, shirinlik, makaronni yaxshi ko'radigan, har doim talab qiladigan, diyeta qilsa ham bosh og'rig'i bezovta qilayotgan bo'lsa, bu oshqozonda balg'am ortganidan bo'lishi mumkin. Birinchi qadam oshqozonni isitish, so'ng asta-sekin diyetaga o'tish kerak. Sababi diyeta qilish uchun ichki energiya kerak. Balg'am mizoj odamda energiya past bo'ladi. Sovuq oshqozon bilan xom sabzavotli, yog'siz diyetalar ovqat hazm qilishni yanada qiyinlashtiradi. Natijada odam charchaydi, bezovtalanadi va diyetani tashlaydi. Nega bu holatda odam ko'p ovqat yegisi keladi? Hazm sekinlashadi. Bu holatda oshqozon ichidagi oziq to'liq hazm bo'lmaydi. Natijada tana kerakli energiyani olmagandan keyin miyaga har doim energiya yetishmayapti degan signal boradi. Odam yana ovqat xohlayveradi shunaqa paytda. Insulin, qandli metabolizm buziladi. Balg'am mizojli kishilarda ko'pincha shakar, non, makaron, unli mahsulotlarga ishtaha kuchli bo'ladi. Bu mahsulotlar hazm bo'lishi qiyin. Tana doim ochlik holatiga tushib qoladi. Psixologik jihatdan ovqatga bog'liq. Balg'am mizojli kishilar ko'pincha hissiyotlarni ovqat orqali boshqarishga odatlangan bo'ladi. Stressni ovqat bilan bostirishadi. Nima qilish kerak? Oshqozonni qanday isitish mumkin? Demak, meni Telegram sahifamda bu haqida batafsil ma'lumot berib o'tganman va istalgan mahsulotlar ro'yxatini ham tashlab qo'yganman. Agar Telegram kanalimni topishga qiynalsanglar, kommentariyaga bir raqamini yozib qoldiringlar. Men sizlarga Telegram silkasini jo'nataman.